Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Pro.uz. Bu videoda vijvaniya qilamiz. Unda bo'lmasam ketdi. Do'stlar, agar shu birinchi qismiga 50 ta like va 15 ta obuna bo'lsa, ikkinchi qismi chiqadi. Shuning uchun obuna bo'ling va like bosib qo'ng'iroqchani ham bosinglar. Qani ketdi. Hozir mana molding anavni oldik. Mana do'stlar, daraxt chopmoqmiz. Va ana bu yerda g'or bor edi menimcha. Va shu yerga borib temir bo'lsa, ko'mir bo'lsa olib kelamiz. Xo'sh bo'lmasam unda video ketdi. Bu yerda yasaymiz va tayyor. Va tapor. Do'stlar, mana konga boramiz. Va temir albatta bo'lsa olib kelamiz. Ana yerda olmayotgan ekan. Kon qotdi edi, adashib qoldim menimcha. Mayli, daraxtni ko'p qilib chopaveramiz. Ikkinchi qismda ukam bilan o'ynayman. Mana choqni o'ldiramiz. Mana bu oxirgi chopsak bo'ldi.